Aka uyda non tugab qopti, qaymoqni qanday yeymiz endi? Mana bodring olib qo'yganman. Shuni qo'lda shuni atamizdan botirib yuramiz ana. Uzun ketadi. Bundan keyin nima bo'lishini bilasizmi aka? Nima bo'ladi? Aka ofisga rais bo'lib qolasiz aka. Yo'q. Ha? Nima qilish kerak unda? Bundan ko'ra aka har doim o'zingiz qilayotgan ishingizni qilsangiz bo'lmaydimi aka? Ha, bo'pti, ketdi gunda. Operator, akalar dorizlarni o'pdim. Birinchi qo'l ishlab chiqarish joyiga yetib kelganmiz. Dorizalarimiz skidga tushibdi. Har birida $100 dan skidga. Ko'rishlaring mumkin 12 million 300 ming so'mga tayyor bo'lgan dorizlarimiz 11 million so'mga Vodiy Toshkent bo'ylab dastavkasi bepul bo'lar ekan. Keyingi dorizaga keladigan bo'lsak 7 million 800 ming so'mga tayyor bo'lgan ekan. Razmeri 340 ga 330 bo'ladi. Skidkada 6 million 500 ming so'm. Dastavkasi Vodiy Toshkent bo'ylab bepul. Akalar, dorizlarning har xil fasollari bor ekan. Narxiga keladigan bo'lsak eng arzoni 550 ming so'mdan boshlanib 2-3 million so'mga tayyorlab berishaver ekan. Dastavkasi Vodiy Toshkent bo'ylab bepul. Qo'shni Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonlarga ham bemalol o'tkazib xizmat qilib berishaveradi. 12 ta viloyatga bo'ladigan bo'lsa, kelishilgan holatda Dubay fasonimizga keladigan bo'lsak, akalar 320 ga 320 bo'ladi. 13 million 800 ming so'mga tayyor bo'lgan, 12 million 500 ming so'mga ketdi. Dastavkasi uchun aytib o'tilgandek, Vodiy Toshkent bo'ylab bepul. Ekran ostiga nomerlarni qo'yib qo'yamiz, bemalol aloqa chiqarsizlar. Bizi kanaldan chiqaruvchi yanada skidka narxi berishadi. Pastda telefon raqam aloqa chiqarsizlar. Tars like bosishdan chiqasiz, lekin badringga qaymoq botirib yeb ko'rmaydi, qorni og'rib qoladi.